Mana shu dushanba kuni bitta bemor keldida. Videoga olmadim, qizini olib kelgan ekan, juda xursand. O'zi tuzalganidan. Hozir yuzim tushyaptimi? Aytyapti, endi men eslolmayman, bemorim ko'p, hammani olib chiqa olmayman ommaga. Doktor, siz oldingizga keluvdim, oldingi yil. Shunda o'sha limfa bezlari bilan keluvdim. Ko'krak bezlarida ham limfalarim ishib ketdi, ko'kragim og'riydi. Yaxshigina og'riydi. Ko'p doktorlarga bordim, pulmonolog, endokrinolog. Ko'p doktorlarga borgan, lecheniya qilgan, naf bo'lmadi. Sizga keldim, siz lecheniya yozib berdingiz, o'sha lecheningizni oldim, sirazi qo'yib yubordi, holatim zo'r bo'ldi, og'rig'im yo'q, hozir mazza qilib yashayapman. Shu sababli qizimni olib keldim deb aytyapti. Unga aytyapman, hali davomiy kurs lecheniyalari bor dedim. Bittada yaxshi bo'lib O'sha yaxshi bo'lib bo'lganda, qolamaydi. Inson dangasalik qiladi, ozgina ovulga ketib yaxshi bo'lib qolsa. Uni davomiy lecheniyalari bor-da. O'shalarni qilsa, oxirigacha rezultatga erishib olsa, ancha ortga surib qo'ygan bo'ladi kasalligini pastga cho'ktirib. Unaqa kasal bo'lish ehtimoli kamayib ketadi keyin. Bizda shunaqa o'zbekchilikda. Ozgina yaxshi bo'lib qolsa, sirasi to'xtadi. bu yaxshi emas, oxirigacha olish kerak. Voy, og'ayningiz ham aytayotgandingiz-ku. Shunda ham shunaqa qiynalgan haqiqatan. Endi shunaqa, hozir endi lecheniyani tushuntirib beraman, xudo xolisa.